Endi siz kasb tanlash yoki yo'nalish tanlash yoki faoliyat bilan shug'ullanish jarayonida nima bilan shug'ullanaman degan savol paydo bo'ladi. Qanday kasbni tanlayman degan savol paydo. Qaysi kasb odamlarga ko'proq foyda tegadi? Qaysi kasbdan men odamlarga foydam tegadi? Qaysi kasb orqali men ko'proq pul topaman degan savol paydo bo'ladi. Yaponlar bu jabhada juda ilg'orlashib ketganlar. Yaponlarda ikigai degan tushuncha bor. Ikigai. Yaponlar shunday xalqki, ular biron bir ish bilan shug'ullansa, umrini oxirigacha o'sha ish bilan shug'ullanadi. Va umrini boshida shunday xato qilmasdan tanlashim kerakki deydi, umrimni oxirigacha shu bilan shug'ullanay deydi. Bizning jamiyatimizda kuzatiladigan narsa shuki, bizni odamlar bir paytning o'zida minglab narsalar bilan shug'ullanadi. Bu bilan ham shug'ullanadi, u bilan ham shug'ullanadi. Ya'ni maqolam bor. Bir erkakka 40 hunar ham oz degan. 40 hunar lekin hammasi chala, birontasida natija keltira olmaydi. Shunaqa bo'lmasligi kerak. Ya'ni biron bir yo'nalishni tanlangki, ana o'sha yo'nalishda nomer 1 bo'ling. Sizga tengi bo'lmas. Hamma ish chala-chala bo'lgandan ko'ra bitta bir yo'nalishda professional darajada, nomer 1 darajada qiladigan odamga aylanish kerak. Bu uchun esa keling yaponlarning ikigai usulini o'rganib chiqamiz. Yaponlar aytadiki, biron bir yo'nalish bilan shug'ullanmoqchi bo'lsang, biron bir ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lsang, avvalambor bu ishing senga yoqsin deydi. Yoqadigan ish bilan shug'ullan deydi. Inson o'ziga yoqadigan ish bilan shug'ullanishi muhim. Chunki Konfutsiy aytadiki, inson yaxshi ko'rgan narsasi bilan shug'ullansa, u ishlamabdi deydi. Ya'ni maza qilib yuribdi degani. Ishini yaxshi ko'rib qiladigan odam bilan ishini yomon ko'rib qiladigan, nafratlanib qiladigan odam hech qachon baravar bo'la olmaydi. O'sha uchun ham sohangizni, kasbingizni shunday tanlash kerakki, u sizga yoqadigan bo'lsa. Universitet bo'ladimi, institut bo'ladimi yoki biron bir sohaga ishga kirasizmi, o'zingizga yoqadigan ish bo'lsa. Masalan, ayrim payt bo'ladi, ota-onalar farzandlarini majbur qiladi. "Men bu yo'nalishda o'qiysan, men bu kasb egasi bo'lasan." Shu joyda ota-onalaringiz bilan chiroyli muomala qilgan holda ularga tushuntirib, ko'rsatib beringlarki, siz nima yo'nalishni yoqtirasiz? Nima yo'nalish sizga qiziq? Nima uchun aynan bu yo'nalish bilan shug'ullanish kerakki, nima foydasi bo'ladi? Shuni boshidan tushuntirib bermasangiz, o'zingizdan maqsadingiz aniq bo'lmasa, nima xohlashingizni o'zingiz bilmasangiz, keyin ular ham majburlikdan sizni biron bir universitetga kirishga keyin majbur qilishadi. Shunaqa holatdan o'zini to'xtatishingiz uchun hozirdan o'ylab toping, sizga o'zi nima yoqadi. Birinchi o'rinda bu ikigaining birinchi bo'lagi shu. Sizga nima yoqadi? Odatda darrov bittada bilib bo'lmaydi. Har xil joylarda o'zini sinab ko'rish kerak bo'ladigan nuqtalari ham bo'ladi. Demak, birinchi nuqta sizga nima yoqadi? Chunki har bir insonni Alloh taolo har xil qobiliyatlar bilan yaratgan. Ana o'sha qobiliyatini topish har bir insonning o'zini burchi, o'zini vazifasi. Toping o'sha qaysi sizga qobiliyatni berganki, boshqalarda yo'q o'sha qobiliyat. Sizga alohida, siz alohida insonsiz. 8 milliard insonning ichida siz yagonasiz. Sizda qasi yo'q. O'sha uchun o'zingizga xos tomoningizni topishingiz juda muhim. Juda ko'p odamlar bor, talantlari bor. Ular dunyoga kelishadi. O'sha talantlarini qidirishmaydi, o'zida ishlashmaydi, topishmaydi. Shuni umrlarini o'tkazadi-da, talant ham chiqmaydi, hech narsa chiqmaydi, prosta o'tib ketadi. Mana shunaqa holatlardan saqlanish kerak. O'zingizga yoqadigan narsani topish kerak. Bu birinchi narsa. Ikkinchi narsa, yaponlar aytadiki, meni qo'limdan yaxshi kelish kerak deydi, yaxshi bajara olishim kerak deydi. Ya'ni biron bir kasb bo'lsin, hunar bo'lsin, ish bo'lsin, ham menga yoqish kerak deydi, ham qo'limdan a'lo darajada kelish kerak deydi. Biz jamiyatimizda shunday odamlar borki, ish qo'lidan yaxshi keladi, lekin yoqtirmaydi o'sha ishni. Yoki masalan, ishni yoqtiradi-da, qo'lidan ish kelmaydi. Masalan, ayrimlar bor, ashula aytishni yaxshi ko'radi, lekin umuman ashula ayta olmaydi, misol deylik. Shunaqa odamlar bo'ladi. Bu ikkinchisi, demak, birinchisi o'ziga yoqish kerak, ikkinchisi sizning qo'lingizdan yaxshi kelish kerak. Uchinchi, yaponlar aytadiki, qilayotgan ishing deydi, jamiyatga foyda keltirish kerak, odamlarga foyda keltirish kerak. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, foyda keltir, foyda top degan usulni yaponlar ham aytadi. Ya'ni shunday kasbni, shunday hunarni tanlash kerakki, odamlarga zarar bermasligi kerak. Odamlarning hayotini buzmasligi kerak, odamlarning sog'lig'iga zarar qilmasligi kerak. Jamiyatimizda juda ko'p yo'nalishlar, bizneslar, faoliyatlar borki, odamlarning oilasini buzadi, sog'lig'ini buzadi, butun ruhiyatiga ta'sir qiladi. Butun jamiyatni buzishga ham sabab bo'ladigan bizneslar bor. Bunday bizneslar bilan umuman yaqinlashmang, shug'ullanmang. Agar mabodo ishlash kerak bo'ladigan joyda ham bunday joylarda hech qachon ishlamang. Odamlarga foyda keltirib, foyda topish haqida o'ylang. Zarar keltirib pul topish haqida o'ylamang. Va to'rtinchi tomoni, qanday tirikchilik qilaman degan to'rtinchi tomoni. Yaponlar o'ylaydi, qanday menga yoqadimi yo'qmi?
men buni professional darajada uddalay olamanmi? Odamlarga bu foyda keltiradimi va to'rtinchisi bundan tirikchilik qila olamanmi degan to'rtta narsani jamlashadi. Agar yo'qsa, professional ish qila olsa, odamlarga foydasi tegsa va shu bilan birgalikda shu kasbni o'zidan daromad qiladigan bo'lsa, mana shuni biz ikigai deymiz. Bunday odamlar charchamaydi. Bunday odamlar qanday vaqt o'tganini bilmaydi. Bunday odamlar juda professional ishlaydi. Bunday odamlar juda ko'p odamlarning hayotini o'zgarishiga hissa qo'shadi va shu ishidan rohatlangan holda daromad qiladi. Va bunday odamlar bilan boshqalar raqobat qila olmaydi. Raqobatda bular doim o'tib ketadi. Chunki ishni yaxshi qiladi, chunki ishi yoqadi ularga, chunki odamlarga foydasi tegadi, charchamaydi, chunki bundan daromad qiladi. Boshqa joydan daromad qilmaydi. Ayrim odamlar bor, yaxshi ko'rgan sohasi bor, daromad qiladigan sohasi bor. Masalan, yaxshi ko'rgan sohasidan daromad kelmaydi, majburlikdan yaxshi ko'rmaydigan ish bilan shug'ullanadi-da. Nafratlansa ham o'sha ish bilan shug'ullanadi, yoqmasa ham o'sha ish bilan shug'ullanadi. Yoqmagani uchun o'z ustida ishlamaydi, rivojlanmaydi, o'sha kasbni professionaliga aylanmaydi. Nafratlanganda majburlikdan ishlaydi. Masalan, doktor bo'lsa, odamlarni ukol qilishni yomon ko'radi, lekin majburlikdan ukol qiladi. Bog'cha opa bo'ladigan bo'lsa, bolalarni yomon ko'radi, kasbni yomon ko'radi, bolalarni uradi, ishidan chunki nafratlanadi. Buni asnosida boshqalarga zarar tegadi. O'sha uchun shunday narsa bilan shug'ullaningki, ham yoqsin, ham professional bo'ling, ham jamiyatga foydangiz tegsin, ham o'sha ishdan daromad. Agar shunaqa narsani topa olsangiz, albatta siz tengi yo'q bir yo'nalishni, teng bo'lish qiyin bo'lgan bir hunar va kasbni va biznesni tanlagan bo'lasizki, raqobatbardosh bo'lasizki, bozorda boshqalardan ko'ra ajralib turasiz, yaxshigina natijalarni olishingiz imkoni bo'ladi. Bu ikigai edi. Har bir inson o'zini ikigayini topsin. Bittada topib bo'lmaydi odatda. Buni qidirish kerak.